Elkü Tor'un ixlasman qo'llovchilari Qurban hayiti ariflarida sizlar bilan yana diydorlashish fursatiga erishganligimizdan to'liq xursandmiz. Oldi bilan ekran oldidagi keng tordashlarning Qurban hayitini qizg'in tabriklaymiz. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Biz hozir diyarimizdagi eng nopozliq axborot vositasi bo'lgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik Qurban hayitlik san'atkechiligini suratga olish naqmaydan turib sizlarga xabar beryapmiz. Bugun bu yerda Xinjiang televiziya stansiyasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligi. Shunaqla xalqimizning 2015-yillik Qurban hayitini tabriklab, mo'l hosillik 60 yillik xushalliqlarga jo'r bo'lish hamda xalqimizning bu qo'sh xushalligiga tantana qilish maqsadida kelda ayam kulda olam temasidagi 2015-yillik Qurban hayitlik san'atkechiligini suratga olyapti. Agar buning tafsilotini qiziqsanglar, diqqatinglar davomli Elkü Tor'da bo'lsin. 2015 yılı 9. ayının 12. günüden 9. ayının 16. günügacha Xinjiang televiziya stansiyasi Huyun Madaniyat tarqitish cheklik şirketi her millat Müslüman ammasining eng cho'ng bayrami Qurban hayitini tabriklash munosabati bilan o'tkazgan 2015 yillik Kelda ayam kulda olam temasidagi Qurban hayitlik san'atkechilik Xinjiang televiziya stansiyasi cho'ng tipdagi kechiliklarni suratga olish zalida rasmiy holda suratga ilindi. Elkü Tor'i yillardan buyon Xinjiang televiziya stansiyasi bilan hamkorlashib, xalqimizga Qurban hayitlik cho'ng sovg'a hisoblanadigan bu katta ma'rikani to'rdashlarga oldin xabardor qilib kelayotgan bo'lib, kechilik suratga olish naq maydonida 2015 yillik Qurban hayitlik san'atkechilik Elkü naq maydon ziyorati temasidagi maxsus film ishlanib, to'rdashlarga ayamlik salam sifatida yo'llandi. Assalomu alaykum Elkü Tor'dagi aziz to'rdoshlar, bizning koni yangi do'stlarimiz. Elkü Tor orqali sizlar bilan shunday salomlashish fursatiga bo'lganimdan xursandman va mush munosabatda o'zimning hayitlik eng oliy salomlarimni yo'llayman. Baxtli bo'lgaysizlar, tininglar saq bo'lg'ay, turmushinglar xotirjam bo'lg'ay. Assalomu alaykum Elkü Tor'dagi to'rdoshlar, ko'rarmanlar. Yaxshimisilar? Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Hayit ayam kunlari shodlikda to'lsin. Hammanglarga mushu yildagi zo'r utuqlarni tilayman. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Elkü'deki barliq torlashlar. Hammalarning Qurban hayit bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hammalarning Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Barcha musulmonlar Aspanası elinde turib жатқан бүкіл Uyg'ur xalqi bo'lsin, Qozoq xalqi, O'zbek, Tajik xalqi bo'lsin, barlig'imizni Qurban hayit merекесімен құттықтаймын. Әрине жақсы тойлап жатсыздар. Мен өте қуаныштымын. Сол арнайы шақыртуларыңызға рахмет. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Не тілесеңіздер, Аллах Тағала тілектеріңізді қабыл етсін, елімізде тыныштық болсын. Осындай бақытты күндерімізден Аллах Тағала айырмасын. Аман болыңыздар. Assalomu alaykum Elkü Tor'dagi barliq to'rdoshlar. Muborak Qurban hayitinglarni chin qalbimdan qutlayman. Har bir kuninglarning bayram kunlaridek asoyish ichida o'tishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Assalomu alaykum Elkü Tor oldidagi to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Men riyosatchi Idoyat Qizshamsiddin. Hammalarning Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Hammalarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum cho'ngdoshlar, cho'vaposhlar, singil akalar, men Barma. Qurban hayitinglarni yaxshi o'tkazinglar. Qurban hayitinglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum suyimli to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Suyimli ko'rarmanlar, mendan hammanglarga oyamlik salom, hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Elkü Tor'dagi barliq to'rdoshlar, hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Men Yusufjon Quyum Qurban hayitini xo'shal qaram etkizinglar. Assalomu alaykum Elkü Tor'dagi barliq to'rdoshlar, Kamina Abduvali Sattardan hammanglarga o'tib salom. Ham sizlarning bu yillik Qurban hayitinglarni chin ko'nglimdan tabriklayman. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar. Hammanglarning 2015 yildagi Qurban hayitinglarni
qizg'in tabriklayman. Hammanglarning Qurban Hayitlaringizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Alkuy tordagi hamma musulmon qarindoshlar. Qurban hayitlaringizga muborak bo'lsin. Men riyosatchi Yulduz Tayman. Salamatsizlarmi? Alkuy toramdagi barliq tarafdoslar, musulmon qarindoshlar, qurban hayitlaringiz qabul bo'lsin. Men жүргүзүүчү Yulduz Tayman qizdan barliqlaringizga жалынды salam. Hammalarning Qurban Hayitlariga muborak bo'lsin. Ekran oldidagi ko'rurmanlar, Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Şinjan televiziya stansiyasi 2015-yillik Qurban hayitlik san'at kechiligining rejissyorlar gruppasidagi hammalarga vakolatan oyamlik salom. Assalomu alaykum barliq tordoshlar, yaxshimisizlar? Mushu munosabatda barliq musulmonlarning Qurban hayitini qutlayman. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men riyosatchi Anqar Ro'zmamat bo'lman. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Müslüman qarindoshlarning bu ulug' Qurban hayitini chin qalbimdan tabriklayman. Hayitinglarga muborak bo'lsin. Hayitlaringizga muborak bo'lsin. Hammanglarning Qurban Hayitiga muborak bo'lsin. Игилнишчә, бу кытымлык кечилик 3 xil til asas кылынган Шинжаң Уйгыр автоном районы курулганлыгының 60 yilligi ва халкыбызның Курбан ниятini мубараклаш максаты ишләнгән чоң типтәге кечилик булып, күчлек режиссерлар кошуны ва фильм эшләш корпусының кеч көндүз таярлык кылышы, рәһбәрләрнең колышы ва кечиликкә нумыр катнаштырган артистларның ортак тырышчалыгы нәтиҗәсендә вujudga чыккан Qo'sh bayramga xushalliqqa haqiqiy o'sin qo'shishni maqsad qilgan cho'ng tipdagi kechilik bo'lib, kechilikka Шинжаң Uyg'ur avtonom rayoni va mamlakatimizda dang qozongan dangliq cho'lponlar. O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qatorliq davlatlardan alohida taklif qilingan dangliq cho'lponlar qatnashib, Qurban hayitlik kechilikka o'zgachilik ato qildi. Qurban hayitlik kechilik suratga elish xizmati arqa-arqadan 4 kun davomlashgan bo'lib, bu qitimliq kechilikka Шинжаң televiziya stansiyasi Millicha kino teatr ishxonasining rejissyorlaridan Salimjon Hasan, Sharafat Muhammad, Iljat Shirzat qatorliqlar rejissyorlik qildi. Kechilik navbatda jiddiy kirishtirilishga qadam qo'ygan bo'lib, 2015-yili 9-oyning 23-kuni kech Шинжаң televiziya stansiyasi 1-chi, 2-chi, 3-chi qalin orqali ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishdi. Biz bu şu hammalarning ishini qilyapmiz. Hamda rost haqiqatan vaqtga qisib qoldi. Baliya vaqt qisib qoldi. Numurlarning sog'lig'i besim ayt shukriya bo'ldi. Boshlandi. Çıllanıp öpsem dayman Karam olan geriden Tener tamaşıp öttin
Assalomu alaykum Abdulla aka. Va alaykum assalom. Qurban hayitingiz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Bu qitimli Qurban hayitida yana qanday yangi kuylaringizga jo'r bo'lamiz? Bu qitim shu Qurban hayit ishlash gruppasidagi rejissor, muavin rejissor va xizmatchilarning taklifi, talebi bilan yana shu mehr muhabbatga to'yingan bu hayit programmasida yana so'ygu lirikalardan birini taqdim qilgan bo'ldim. Men bu qatimki Qurban hayiti uchun bu hammamizning hayiti, bo'libmi biz musulmon qarindoshlarninki eng katta hayiti bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun 2 yildan beri saqlab o'zimniki yangi naqshkechiligim uchun saqlab kelayotgan sho'x kuylarimdan ochilib ketibsan-go nomli naqshidan birini so'q qildim. Bu qitim Qurban hayitlik san'atkechiliginin necha vaqtdan beri Qurban hayitlik san'atkechilikka qaraganda qandaqroq bir o'xshamas taraf bor ekan deb his qildingiz? Men garchi Qurban hayitlik kechilikniki suratga olinish jarayoniga to'liq qatnashanmagan bo'lsam-mu, lekin biz oldingi tayyorlik xizmatlarida bu Qurban hayitga qanday numurlarning olib chiqilganligini anglagan. Ish qilib bizningki Uyg'ur xalqimizningki qalbidan o'rnagan san'atkorlarning hammasi o'zining eng yaxshi numurlarini ayamasdan atab chiqdi. Shuna bu qatim Qurban hayit menimcha shu hayit ayam kunlariga bir go'zal bir xo'shallik ato qilg'is deb qarayman. Bugun yana ikkanlar o'xshash bir numur ilib chiqqan o'xshamamsizlar? Bugungi Qurban hayit kechaligiga biz tojik usuldan Quyosh malikasi deb bir yangi asarimizni olib keldik. Bu yoq mening xizmatdishim Anqara san bo'ldi. Bu asar bu qatim meningki Gün Mehri nomli shu Beijing cho'ng teatrxonasida o'tkazgan. Usul kechiligimning orsidagi bir numur bo'ldi. Bu nadir asar. Endi buni Shinjon Naqshulumikidagi shu atog'li rejissor Sabijan Odil ishlagan. Shunday bu asarga endi nurg'un muallimlarning shundoqla xizmatdishim ham o'quvchilarning ajri singan deb qarayman. Shu bu asarni endi o'zimiz mingdan yaxshi ko'ramiz. Men bu qatimki Qurban hayitiga yangicha uslubda muhabbat temisidagi lirik naqshadan birini olib keldim. Shu naqsham orqali keng xalq ommasining Qurban hayitini tabriklayman. Men bu qatimli qilchilikka o'zimning do'stlari bilan eli xalq naqshlaridan sepil naqsini olib keldim. Ham uningdan boshqa o'zimning yaqin do'sti ham yosh talantli naqshchi Zulayat İsmail bilan Söygümüz nomli qo'shiq naqshini olib keldim. Siz bu qitimli Qurban hayitga yana qanday yangi kuylaringizni olib keldingiz? 2015-yil Qurban hayitlik san'atkechilikka men Tarim naqshi degan naqshni olib keldim. Shuni hozir o'rlab chiqishim. Aram vermez bana bu hasret, fakat vardır bir xiyal bir belki ben Çemberekten oturtup pullarını açmak bir atına çemberekten içine düşkünne müsemmet kılıp tişiki düşkünün hemen iyana kılıp itime dep bulup hesap gelsinden hiç pulumuz var 700 bin pul var. Siz kanday iyana kılsınız? Oynayımda orkanımı takmayın hem çemberek mi sızmayın? Dikkat Müzika! Müzikam koyama. Yusuf Sola.
Kichkina bilan sen beshinchi Lain bersama bulu Terlalu ötsem derler